Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, buvijon va bobojonlar hamda pensiya masalasida yaqinlariga yordam berayotgan farzandlar. Bugungi mavzu juda muhim. 1 avgustdan pensionerlarga pul tushadimi? Avgust oyida 5 million va 6,5 million so'm degan gaplar nimani anglatadi? Bu pulni kim oladi? Kim olmaydi? Qayerga murojaat qilish kerak va eng muhimi, odamlar qaysi xatolarga yo'l qo'ymasligi kerak. Men bu masalani sizga oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida aniq tushuntirib beraman. Chunki hozir ko'pchilik hamma pensionerga 1 million berilar ekan. Avgustda 6 million tushar ekan. 1 avgustdan yangi to'lov boshlanar ekan degan gaplarni eshitib kutib o'tiribdi. Lekin har bir pulning o'z sharti, o'z manbasi va o'z tartibi bor. Shu sababli videoni oxirigacha eshiting. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot nafaqat sizga, balki yo'lingizdagi boshqa pensionerlarga ham kerak bo'lishi mumkin. Avvalo bitta narsani aniq aytib qo'yaman. Pensiya, nafaqa, kompensatsiya yoki bir martalik to'lovlar bir xil narsa emas. Odamlar ko'pincha hammasini pensiya puli deb ataydi. Lekin hujjatlarda va to'lov tartibida ular alohida hisoblanadi. Masalan, yoshga do'r pensiya alohida, nogironlik pensiya alohida, nogironlik pensiyasi alohida. Moddiy yordam alohida, kompensatsiya alohida bo'lishi mumkin. Oldin qanday edi? Oldin pensionerlar asosan har oy belgilangan pensiya miqdorini olardi. Agar pensiya oshirilsa, bu oshirilgan summa keyingi oylar uchun hisoblanardi. Agar biror qo'shimcha to'lov yoki qayta hisob-kitob bo'lsa, pensioner alohida murojaat qilishi, hujjat olib borishi yoki pensiya jamg'armasi ma'lumotlarini tekshirtirishi kerak bo'lardi. Ko'p hollarda odamlar o'z huquqini bilmagani uchun kamroq pul olib yurgan, ish staji to'liq kiritilmagan, ish haqi ma'lumotlari topilmagan yoki oilaviy holat o'zgargani hisobga olinmagan. Endi nima o'zgardi? Hozir davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Pensiya jamg'armasi, mahalla soliq bandlik, tibbiy ijtimoiy ekspertiza va boshqa tashkilotlar ma'lumotlari ko'proq elektron shaklda tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni shuki, ayrim to'lovlar avtomatik aniqlanishi mumkin. Lekin bu hech narsa qilmasangiz ham hamma pul o'zi tushadi degani emas. Agar sizning hujjatingizda xato bo'lsa, ish stajingiz kiritilmagan bo'lsa, bank kartangiz ishlamayotgan bo'lsa yoki siz haqingizdagi ma'lumot bazada noto'g'ri turgan bo'lsa, pul kechikishi yoki umuman chiqmasligi mumkin. 1 avgustdan degan gapni ham to'g'ri tushunish kerak. Ko'pincha yangi tartib, qayta hisob-kitob, oshirilgan to'lov yoki qo'shimcha yordam ma'lum bir sanadan boshlab kuchga kiradi. Lekin pulning kartaga tushishi o'sha kuni bo'lishi shart emas. Masalan, tartib 1 avgustdan kuchga kirsa, amaliy to'lov avgust oyi davomida, ayrim joylarda oyning 1-yarmida, ayrim joylarda esa belgilangan grafik asosida amalga oshiriladi. Shuning uchun 1 avgust kuni telefon qilib, nega pul tushmadi deb vahimaga tushishdan oldin to'lov grafikini, hududingizdagi tartibni va o'zingizning holatingizni tekshirish kerak. Endi eng ko'p berilayotgan savolga kelaman. Avgustda 20 million va 6,5 million qanday olinadi? Men buni juda ehtiyotkorlik bilan tushuntiraman. Chunki internetda katta raqamlarni ko'rsatib, hamma pensionerga shuncha pul beriladi degan noto'g'ri taassurot uyg'otadigan xabarlar ko'p. Aslida bunday summalar turli holatlari paydo bo'lishi mumkin. Birinchi holat pensiyaning qayta hisoblanishi. Agar pensionerning oldingi ish staji to'liq kiritilmagan bo'lsa yoki eski ish joyidan ish haqida ma'lumot keyin topilsa, pensiya miqdori qayta hisoblanishi mumkin. Masalan, odam 30 yil ishlagan, lekin hujjatda 24 yil hisobga olingan. Keyin arxivdan qolgan 6 yillik ish staji topildi. Shunda pensiya ko'payishi mumkin. Agar bu ko'payish bir necha oy oldingi davrdan boshlab hisoblanadigan bo'lsa, farq yig'ilib bir daniga katta summa bo'lib tushishi mumkin. Ana shunda kimdadir 1 million, kimdadir 3 million, kimdadir 6,5 million so'mga yaqin qo'shimcha pul chiqish ehtimoli bo'ladi. Lekin bu hamma uchun emas, faqat qayta hisob-kitobga asos bo'lganlar uchun. Ikkinchi holat to'lanmay qolgan oylar bo'yicha qarzdorlik. Masalan, pensioner kartasini almashtirgan, lekin yangi karta ma'lumoti tizimga vaqtida kiritilmagan. Yoki pensioner yashash joyini o'zgartirgan, hujjat ko'chirish jarayoni cho'zilgan yoki bank orqali to'lov qaytgan. Bunday holatda pensiya bir oy yoki bir necha oy ushlanib qolgan bo'lishi mumkin. Keyin muammo hal bo'lgach, o'sha oylarning pullari jamlanib tushadi. Odam buni avgustda 6,5 million berishdi deb aytadi. Lekin aslida bu yangi sovg'a emas, o'zining oldingi oylardan yig'ilib qolgan pensiyasi bo'ladi. Uchinchi holat
ijtimoiy yordam yoki alohida toifa bo'yicha qo'shimcha to'lov. Ayrim pensionerlar yolg'iz yashaydigan keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, kam ta'minlangan xonadonlar tarkibidagi keksalar sifatida qo'shimcha yordam olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Bu yordam mahalla ijtimoiy himoya tizimi, hokimlik yoki boshqa dasturlar orqali berilishi mumkin. Bunday yordam miqdori ham vaziyatga qarab farq qiladi. Bir joyda 2,1 million bo'lishi mumkin. Boshqa holatda undan kam yoki ko'p bo'lishi mumkin. Lekin yana takrorlayman. Buni olish uchun mezonlarga mos kelish kerak. 4-holat sanatoriy, dori-darmon, parvarish, dafn puli yoki kompensatsiya bilan bog'liq to'lovlar. Ba'zi odamlar buni ham pensiya deb o'ylaydi. Masalan, pensionerga parvarish nafaqasi belgilanishi mumkin yoki vafot etgan pensionerning yaqinlariga dafn marosimi uchun to'lov berilishi mumkin. Ayrim toifalar uchun kommunal to'lovlar, dori-darmon yoki boshqa xarajatlar bo'yicha imtiyozlar bo'lishi mumkin. Raqam katta ko'rgani bilan uning nomi va maqsadi boshqacha bo'ladi. Endi men kimlar albatta tekshirish kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiyasi juda past chiqayotgan pensionerlar tekshirishi kerak. Masalan, odam 41 yil ishlagan, lekin pensiyasi minimal darajaga yaqin. Bu har doim xato degani emas, chunki pensiya hisobida ish haqi, staj, badallar, hujjatlar va boshqa omillar bor. Lekin bunday holatda tekshirtirib ko'rish zarar qilmaydi. Ayniqsa eski korxona, kolxoz, zavod, maktab, shifoxona yoki qurilish tashkilotida ishlagan bo'lsangiz, arxiv ma'lumotlari to'liq kiritilganmi? Shuni aniqlash kerak. Ikkinchi guruh ish staji bo'yicha hujjat yo'qolganlar. Ko'p pensionerlar sovet davrida yoki 1990 yillarda ishlagan, keyin korxona yopilgan, arxiv boshqa joyga o'tgan, mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhrlanib yoki buyruq raqami ko'rinmaydi. Bunday holatda pensiya jamg'armasi ba'zan qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin. Agar siz men ishlaganman, lekin hisobga olinmagan deb o'ylasangiz, arxivdan ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Agar nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, tibbiy xulosa yangilangan bo'lsa, parvarishga muhtojlik darajasi belgilangan bo'lsa, bu to'lov miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, oldin bir toifa bo'yicha nafaqa olgan odam keyin boshqa guruhga o'tkazilgan bo'lsa, yangi miqdor to'g'ri qo'llanganmi? Tekshirish kerak. 4-guruh. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Agar oilada voyaga yetmagan bola bo'lsa, talaba bo'lsa, nogironligi bo'lgan farzand bo'lsa yoki oilaviy tarkib o'zgargan bo'lsa, to'lov miqdori ham o'zgarishi mumkin. Lekin bu yerda bitta muhim nuqta bor. Talaba kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumot vaqtida yangilanmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki noto'g'ri hisoblanishi ehtimoli bor. Endi kimlar vahima qilmasligi kerak? Agar siz pensiyangizni har oy vaqtida olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, so'nggi oylarda yashash joyingiz, kartangiz, oilaviy holatingiz yoki nogironlik maqomingiz o'zgarmagan bo'lsa, unda katta ehtimol bilan sizga alohida murojaatsiz faqat odatdagi pensiya tushadi. Internetda ko'rilgan raqamga qarab, o'zingizga tegishli bo'lmagan pulni kutib o'tirish to'g'ri emas. Eng to'g'ri yo'l o'z shaxsiy holatingizni tekshirish. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashaydigan pensioner ayol 22 yil maktabda ishlagan. Pensiyaga chiqqanda uning ayrim yillari hujjatda ko'rinmagan. Chunki maktab nomi o'zgargan va arxiv ma'lumoti kech topilgan. Avvaliga u 1,200,000 so'm atrofida pensiya olgan. Keyin farzandi arxivga murojaat qilib, ish haqi va staj bo'yicha ma'lumotnoma olgan. Pensiya qayta hisoblangan. Oylik pensiyasi oshgan va oldingi davr uchun farq hisoblangan. Natijada unga bir oyda oddiy pensiyasidan tashqari 20 million so'mga yaqin qo'shimcha farq tushgan. Bu hamma pensionerga beriladigan 1 million emas, uning o'z hujjati bo'yicha chiqqan farq. Ikkinchi misol, namanganlik pensioner erkak bank kartasini yo'qotib qo'ygan, yangisini olgan, lekin to'lov rekvizitlari vaqtida yangilanmagan. 2 oy pensiyasi kartaga tushmagan, tizimda qaytgan to'lov sifatida turgan. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, yangi karta ma'lumotini bergan. Natijada 2 oylik pensiya va joriy oy pensiyasi birgalikda tushgan. Umumiy summa 6 million so'mdan oshgan. Qo'shnilari unga avgustda 6 million berishibdi deb gapirgan. Aslida bu bir martalik yangi yordam emas, yig'ilib qolgan pensiya bo'lgan. 3-misol. Qashqadaryoda yolg'iz yashaydigan keksa ayol bor. Uning farzandlari boshqa viloyatda o'zi sog'ligi sababli doimiy yordamga muhtoj. Mahalla va ijtimoiy xodimlar uning holatini o'rgangan, ijtimoiy himoya ro'yxatiga kiritgan.
unga ma'lum turdagi moddiy yordam ajratilgan. Miqdor 2 million so'mdan ko'proq bo'lgan. Buni ham ayrimlar pensionerlarga pul tarqatilyapti deb tushunadi. Lekin aslida bu yordam ehtiyojmandlik mezoni asosida berilgan. 4-misol, bo'g'uvchisi yo'qotgan oila 2 nafar farzand uchun pensiya oladi. Katta farzand 18 yoshga to'lgan, lekin kunduzgi ta'limga kirgan. Agar oila o'qish haqida ma'lumotni vaqtida topshirsa, to'lov davom etishi mumkin. Agar topshirmasa, tizim uni voyaga yetgan deb hisoblab, to'lovni to'xtatishi yoki kamaytirishi mumkin. Keyin hujjat olib borilgach, ayrim davr uchun qayta hisob qilinadi. Shunda ham bir oyda kattaroq summa tushishi mumkin. Endi juda muhim nozik joylarni aytaman. Birinchi nozik joy. Og'zaki gap hujjat o'rnini bosmaydi. Mahallada aytishdi, qo'shnim oldi, internetda ko'rdim, telegramda yozishdi degan gaplar asos bo'la olmaydi. To'lov olish uchun rasmiy asos kerak. Qaror, ariza, ma'lumotnoma, elektron tizimdagi tasdiq yoki pensiya jamg'armasi hisob kitobi. Ikkinchi nozik joy. Hamma pensioner bir xil toifa emas. Yoshga doir pensiya oluvchi bilan nogironlik pensiyasi oluvchi, ishlaydigan pensioner, ishlamagan pensioner. Yolg'iz yashaydigan keksa bilan farzandlari bilan yashaydigan keksa bir xil tartibda baholanmasligi mumkin. Shuning uchun bir odam olgan pulni boshqasiga avtomatik solishtirib bo'lmaydi. Uchinchi nozik joy ishlayotgan pensionerlar. Ayrim hollarda pensioner ish joyida ishlashda davom etsa, uning daromadi, rasmiy bandligi yoki ijtimoiy holati qo'shimcha yordam mezonlariga ta'sir qilishi mumkin. Bu pensiya to'xtaydi degani emas. Lekin ayrim moddiy yordamlar ehtiyojmandlikka qarab berilsa, ishlayotgan yoki daromadi bor shaxs boshqa tartibda baholanishi mumkin. 4-nozik joy, bank kartasi va plastikdagi muammo. Ko'p pensioner pul tushmagan deb o'ylaydi. Aslida karta muddati tugagan bo'ladi. SMS xabarnoma ishlamaydi, bank ilovasida ko'rinmaydi yoki karta bloklangan bo'ladi. Shuning uchun avval bankdan kartaning faol ekanini tekshirib olish kerak. Agar pul pensiya jamg'armasidan chiqib, bankda ushlanib qolgan bo'lsa, bitta idora boshqasiga yo'naltiradi. Siz esa hujjat bilan aniqlashtirsangiz, masala tezroq yechiladi. 5-nozik joy, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 3 million olish uchun karta raqamingizni yuboring. 6 million chiqarib beraman, oldindan xizmat haqqi bering. Telefoningizga kelgan kodni ayting deganlarga ishonmang. Hech qaysi rasmiy tashkilot sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Karta paroli, CV kodi, bank ilovasiga kirish kodi hech kimga aytilmaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol suhbatni to'xtating. Pul olish uchun vositachi shart emas. Pensiya va ijtimoiy yordam masalalari rasmiy idoralar orqali hal qilinadi. 6-nozik joy, muddati o'tgan hujjatlar. Nogironlik bo'yicha hujjat, talabalik ma'lumotnomasi, vasiylik hujjati. Yashash joyi bo'yicha ma'lumot yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjatda muammo bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Pensioner, men avval olardim-ku deydi, lekin tizim yangi ma'lumot talab qilayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjat muddati va ma'lumotlarning yangiligini tekshirish zarur. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni bilmasdan turib, menga million tegadimi degan savolga to'g'ri javob topib bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, oxirgi 3-4 oyda pensiyangiz qancha tushganini yozib chiqing. Masalan, may oyida qancha, iyunda qancha, iyulda qancha, avgustda qancha tushdi. Agar miqdor o'zgargan bo'lsa, nima sababdan o'zgarganini aniqlang. Ba'zan odam pulni naqd oladi, bir qismini karta orqali oladi. Keyin o'zi ham aniq hisobni bilmay qoladi. Aniqlik uchun bankdan ko'chirma oling yoki to'lov varaqasini so'rang. 3-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiyam miqdori, ish stajim va qayta hisob kitobga asos bor yo'qligini tekshirib berishingizni so'rayman. Arizada ism, familiya, pasport yoki ID karta ma'lumoti, telefon raqami, yashash manzili, pensiya turi va savolingiz aniq yozilishi kerak. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya daftarchasi yoki pensiya bo'yicha ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa. Talabalik ma'lumotnomasi yoki oilaviy holatga oid hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjat ham hammaga kerak emas. Sizning holatingizga qarab so'raladi. 5-qadam, arxiv masalasini e'tiborsiz qoldirmang. Agar sizning eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa,
o'sha korxonaning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Ba'zan tuman arxivi, ba'zan viloyat arxivi, ba'zan tashkilotning vorisi bo'lgan idora ma'lumot beradi. Arxivdan ish staji, lavozim, ish haqi, buyruq raqamlari haqida ma'lumotnoma olinadi. Bu hujjatlar pensiyani qayta hisoblashda juda muhim bo'lishi mumkin. 6-qadam mahallaga murojaat qiling. Lekin faqat mahalla bilan cheklanib qolmang. Agar gap moddiy yordam, ijtimoiy himoya, yolg'iz keksalar, parvarishga muhtojlik yoki ehtiyojmandlik haqida bo'lsa, mahalla muhim rol o'ynaydi. Lekin pensiya hisob kitobining o'zi pensiya jamg'armasi vakolatida bo'ladi. Shuning uchun mahalla aytdi degan gap bilan ish tugamaydi. Kerakli idoraga yozma yoki elektron murojaat qilish kerak. 7-qadam javobni yozma oling. Og'zaki javob ko'pincha keyin esdan chiqadi yoki noto'g'ri tushuniladi. Agar sizga to'lov chiqmaydi deyishsa, sababini yozma tushuntirib berishlarini so'rang. Agar hujjat yetishmayapti deyishsa, aynan qaysi hujjat kerakligini yozib oling. Shunda siz vaqt yo'qotmaysiz. 8-qadam kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Bloklanmaganmi? Bank rekvizitlari to'g'rimi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Boshqa qarzdorlik sababli pul ushlanmayaptimi? Bularni aniqlang. Ba'zan odam pensiya kam tushdi deb o'ylaydi. Aslida kredit to'lovi yoki boshqa avtomatik yechim ushlab qolgan bo'ladi. Bunday holatlarda bankdan aniq ko'chirma olish kerak. 9-qadam. Agar rad javobi noto'g'ri deb o'ylasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman bo'limidan javob oling, keyin viloyat boshqarmasiga yoki tegishli respublika idorasiga murojaat qilish mumkin. Murojaatda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Qaysi sanada murojaat qildingiz? Qanday javob oldingiz? Qaysi hujjatlaringiz bor? Nimani qayta ko'rib chiqishni so'rayapsiz? 10-qadam. Yaqinlaringizdan yordam so'rang. Ko'p pensionerlar elektron tizim, bank ilovasi, ariza yozish yoki arxivga murojaat qilishda qiynaladi. Farzandlar, nevaralar yoki ishonchli yaqinlar yordam bersin. Lekin karta kodi, bank ilovasi paroli va SMS kodini hatto yaqinlarga ham ehtiyotkorlik bilan berish kerak. Moliyaviy xavfsizlik ham juda muhim. Agar siz avgust oyida 1,5 million yoki 6 million so'm kutayotgan bo'lsangiz, o'zingizga 3 ta savol bering. Birinchi savol: bu pul menga qaysi asos bilan berilishi kerak? Pensiya oshishimi? Qayta hisob kitobmi? Qarzdorlikmi? Moddiy yordammi yoki boshqa kompensatsiyami? Ikkinchi savol: men bu asosni tasdiqlovchi hujjatga egamanmi? Uchinchi savol: idora menga yozma yoki rasmiy tarzda bu to'lov belgilanganini aytdimi? Agar bu savollarga javob yo'q bo'lsa, demak pulni faqat internetdagi xabarga qarab kutish to'g'ri emas. Agar javob bor bo'lsa, unda to'lov muddatini aniqlang. Ba'zi pullar o'lib tushadi, ba'zilari alohida tushadi, ba'zilari esa hujjat tekshiruvdan keyin ajratiladi. To'lov kechiksa, bank va pensiya jamg'armasi o'rtasida qayerda to'xtab qolganini aniqlash kerak. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Katta summa tushsa ham uning nima uchun tushganini bilib oling. Chunki ba'zan noto'g'ri hisoblangan pul keyinchalik qaytarib so'ralishi mumkin. Masalan, tizimda xato bo'lib, sizga tegishli bo'lmagan to'lov tushdi. Odam uni ishlatib yuborsa, keyin qaytarish qiyin bo'ladi. Shuning uchun katta pul tushganda bu qaysi davr uchun, qaysi qaror asosida, qaysi to'lov turi deb so'rash kerak. Bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, 1 avgustdan pensionerlar uchun yangiliklar. Qayta hisob kitoblar yoki qo'shimcha to'lovlar haqida gap bo'lsa, uni albatta o'z holatingiz bo'yicha tekshirish kerak. 1 million yoki 6 million so'm hammaga bir xil beriladigan pul deb tushunish xato. Bu summa ayrim pensionerlarda qayta hisob kitob, oldingi oylardan qolgan pensiya, ijtimoiy yordam, kompensatsiya yoki boshqa rasmiy sabab bilan paydo bo'lishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman, pensiyangizni tekshiring. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Kartangiz faol ekanini biling. Arxivdagi staj va ish haqi ma'lumotlarini aniqlang. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Eng asosiysi, firibgarlarga ishonmang. SMS kod va karta ma'lumotlarini hech kimga bermang. Agar siz yoki yaqinlaringiz avgust oyida qo'shimcha pul olgan bo'lsa, izohlarda yozing, qaysi viloyat, qaysi to'lov turi, qancha summa tushdi va qanday hujjat talab qilindi. Bu boshqa pensionerlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya olayotgan ota-onangiz, qo'shningiz yoki qarindoshingizga yuboring.